Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga daroshkar haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Stanokda standart chiqadigan razmeri eng kichkinasi 80 tali, 1lik, 120, 1,5, 2, 2,5 gacha chiqadi. Bizda komplektlari bor. Eng yaxshi payti hozirgi kunda poliester materiallar, mana katslarimiz poliester bo'ladi. Materiali yaxshi, 5 yil kafolat beriladi. Kafolat shu chaqchuq ezilib ketmaydi, soch xilla yig'maydi o'ziga. Ayniqsa zo'r fishkasi, biron narsa to'kilsa, oddiy vlajniy salfetkada artsangiz ham ketadi. Mana ichiga o'tib ketib qolmaydi. Bularda hamma komplektlarda bor. Ko'rib turganinglardek, eng kichkina 80 talikdan mana 1, 120, 1,5, 2 va 2,5 gacha bor. Hozirgi kunda hamma uy remontlarimizda mana shunaqa svetli, seriatsenali shunaqa bo'lyapti. Bular eng zamonaviy 2026 katalogida chiqayotgan daroshkalarimiz bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, bizada 55 ming so'mdan 650 ming so'mgacha 1 kvadrat metri daroshkalarimiz. Eng yaxshi kачествоlar sredniylarini 135 ming so'mdan 180 minggacha xarid qilsangiz bo'ladi. High-techdan tashqari klassika so'raganlar uchun, xo'p, neoklassika ham bor mana. Va klassika gilamlarimiz bor. Klassika gilamlarimiz 180 mingdan 260 minggacha bor. Keyin paxta materialli, akril materialli daroshkalarimiz bor. Juda ham zo'r. Xo'p, 3D qilib ishlangan materiallar dahshat, lekin haqiqatan sifatiga bular zo'r. Xo'p, daroshkadan tashqari katta gilam juda ham katta bizada. Xo'p, ko'pchilikning uyida standart razmeri 70 bo'ladi, 110 bo'ladi, 135 bo'ladi. O'sha paytda sizlar masalan 110 joyizga 1lik olsangiz bo'ladi. Yoki pritik qilib yop ber desanglar, biz 120 likni chetini kesib, xuddi bunday kesamiz chetini, ayverlo qilib beramiz. Zavodskiy qilib, shu xizmatlarimiz shu yerda bor. Xo'p, kelasizlar. Daroshkalar haqida to'liq ma'lumotlar yana keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat.